Hasad ko'ralmaslik Allah Taala yaxshi ko'rmaydigan nachar qiliqlarning biri. Allah Taala hasad qiluvchilarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi va ularga yaxshi kun ko'rsatmaydi. Hasad degan boshqalarning ilkida bo'lgan narsalarning yo'q bo'lishini orzu qilish. Bu ikki turlik bo'ladi. Biri uningda bo'lguncha menda bo'lsa ekan deyish. Buningdan bu eng yomon bo'lgan turi menda bo'lmagan ekan uningda mı bo'lmasin deyish. O kadar yaman narsa hasad degan. Adem Aleyhisselam'ınki balları içinde yeryüzüde birinci qitim qatillik dilosunun sadır buluşuğa sebep olan narsa hasad. Adem Aleyhisselam'ın oğullarının içinde Kabil ile Habil ikisi Allah yolda sadaka kılıdı. O zamanlarda sadaka kılgan narsini bir takka açıp koyduken takka bir ot kilip köydürüverse onunki sadakası kubul olgan bulduken. Eğer köydürmese sadakası kubul boğmaganlık hesaplandıken. Kabil ziraat terediğen adamken yani dehqonken o aşı ziraatning en nacharlardan açıqıp takka qap koyduken Allah için sadaka kıldım deb. Habil qo'y vaqıdığan qo'ychi ekan, o bir qo'chqani açıqıp Allah yolda sadaka qildi ekan. Shuna uning qo'chqani o't kilib ko'ydirib ekan. Qubul bo'lgan bo'ldi ekan. Qabilninki açıqqan ziraatlarini ko'ydamaydi ekan. Shuning bilan o nimishqa sening sadaqang qubul bo'lib, mening qubul bo'lmaydi deb o'zining qarindishini o'ltirib Yani hasad xo qarshi tarafning hech qanday gunohi bo'lmasa-mu, qarshi taraf uning hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsa-mu, uningga yomonlik qildi. Shunday bir inson. Bir kuni bir yılan bir kipinakni qo'g'liga o'tiribdi-da. Bu yılan kipinakni qo'g'lab hadirib o'tibdi. Herib, endi shu kipinak herib ikkisi to'xtaydi ekan. To'xtagandan keyin kipinak dedi ekan yılanға. Senden bir savol so'rsam bo'lamdi dedi. Soğan dese, ben senin yeydiğin narsani yeb oldimmi? Yo'q, çünkü mening yeydiğin narsam senin yeydiğin narsan o'xshash emas. Senin yeydiğin narsani ben yemayman zaten dedi. Ama senin yeydiğin narsanga men to'sqinlik qildimmi? Senin rizqingga men to'sqinlik qildimmi? Yo'q, sen qanday to'sqinlik qila olaysan? Ishimni qila olmaysan sen dedi. Men senin yegan narsanga to'picha açdimmi? Yo'q, sen nima chacha olaysan? Ishimni qilmading sen menga dedi. Ama sen nimishqa meni qo'g'laysan? Nimishqa menga o'chulasan degandan keyin men uyda ben bu yerdimde ömülep yürüsem, sen asmanda uçup olsam çidiyanmaydı ekanman dedi. Hasad xo aşındaq şu. Başqasının parvoz qilganiga chidiyanmay aynı əskilik qildi. Qarshi taraf əskilik qilmasa men əskilik qiladi. Allah Taala hasaddan saqlasın. Bu hasad intan yomon narsa. Aşı hasad qilguvchi odamning o'zini beka qilyotdi bu. Shunga biz qanday qilib bir yaxshi narsamizni, yaxshi pul topgan bo'lsak, yaxshi bir ishlarga erishgan bo'lsak, yaxshi bir yerga borib sayohat qilgan bo'lsak, shuni imkon qadar kishilarga sosyal medyalarda e'lon qilib ko'rsatmaslik kerak-da. Buni biz tamoq yegan bo'lsak, o'zimiz uchun yedik. Haramga berib ömrü qilgan bo'lsak, Allah uchun qildik, kishilar uchun qilmadik. Shunga haramga berib, Kabening qishida turib, resimga tortib, ihrom bilan men haramga keldim deb e'lon qilishning hech hojati yo'q. Chunki siz insonlar uchun qilmadingiz, Allah uchun qildingiz. Esil bir restoranga berib tamoq yedingiz, go'zal bir yerga berib sayohat qildingiz. Onu siz insanlara bildirib, resimini taqib qilsangiz, insanlar uchun qilmadingiz, o'zingiz uchun qildingiz, o'zingiz uchun qildingiz. Anda o'g'anki siz bu insanlara onu anda taqib yurmaslik kerak. Chunki hasad qildigan insonlar va hasad deganki insonga ziyni bo'ldi. Shunga biz odatda üzümüz məsələn bəzi vaxtda üzümüzdənki əynək qarab turub, həmən şunda Allah məni şunda chiroyli yaratibdi deb üzümüz təəccübləngəndə, üzümüzdən tapqan pulumuzdan təəccübləngəndə, üzümüzdən ilmidən, üzümüzdən abroydan, qandaylıqın bolsa üzümüzə gələn bir yaxşılıqdan biz bunda təəccübləndiyi vaxtda maşallah tabarakallah deb Allah Taalaga sığınıb yaman közdən, yaman tillardan panah dilishimiz kerak. Bu resmi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ügetken yol.
buni shunda qilishimiz kerak. Endi bu hasad degan hasad qilguvchini tugashtirdi. Chunki hasadxo boshqasiga ziyon yetkazish uchun bedel to'lashga rozi bo'ldi. Yo bedel to'lab bo'lsa-mu, ziyon tatib bo'lsa-mu, boshqasiga ziyon yetkazsam deydi. Masalan, bir insonlar Alloh yo'lida yaxshi ishlarni qildi, mechitlarni soladi, Qur'on taqitdi, da'vat qildi, sadaqa qildi, insonlarga yaxshilik qildi, maktablarni soladi, nurg'un yaxshi ishlarni qildi. Qilgandan keyin buni ko'rolmaydigan, hasad qildigan insonlar har xil binasini o'ydirish orqali ashlarning obro'ini tushirish uchun, ashlarning aybini ko'lab, ash ishni buzishga tirishdi, lekin undaq buzolmaydi ular. Ya'ni hasadxorlik olimlarmi bor. Olimlarmi bir olimning qilgan ishni bir olim qo'llab bermaydi. Ziyolilardan bor. Biz ziyolilarning yozgan narsani, biz ziyolining so'zlagan leksiyasini biz ziyoli qo'llab bermaydi. Baylardan bor. Bir bayning qilgan yaxshi ishlarini, bir bayningki yuksalganligini ko'rolmay hasad qilib, uning orqasidan ashni ko'laydi. Ya'ni bu hasad bütün inson urug'ida bor. Chunki Odam alayhissalomning ballardan tortib bu hasad bordi, yer yuzida bor. Shunga hasadxoning hasadlardan saqlanish uchun Alloh taologa sig'inish bilan birga o'zimizning erishgan go'zalliklarimizni imkon qadar o'zimizdagi ortiqchiliklarni imkon qadar kishilarga namoyon qilmaslik kerak. Endi saqlanish kerak. Hasadxo bedel to'lab bo'lsa-mu, hasad qildi. Bir padişahın iki veziri varken bunu birisi şunda hasad qilishdi ekanda. Eğer padişah ölse iki vezirinin birisi padişahın o'rniga chiqmoqchi da. Anda oldi birisi hasad qilib birisini tushirish uchun tirishgan. Padişah buni bilib qilib bir kuni bularning orasini o'ngshab qo'yadi deb, kelinglar deb o'tirg'izib, men sizning arangni o'ngshab qo'yay. Biringlar o'zi uchun nima talab qilsa mendan, va qarshi tarafga ikki hassasini berma. Mesela, sizler benden 1000 tilla altın talep kılsanız birisinglar, karşı tarafga 2000 tilla altın bermen. Degandan o'tirib ketib, o'ng qo'l vezir deydi. Padişahim, mening bir ko'zimni quyib asla deydi. Bir ko'zimni elib asla deydi. Bu nima deganlik? Mening bir ko'zimni evasla, ani ikki ko'zni evatgan bo'llar. Ani ikki ko'zdan ayrilib, avo ama bo'lib qilish uchun ma bir ko'zni qurbon qilyotdi. Yana bir ama adam varken, ko'zi ko'rmaydigan adam ekan. Tug'ilishdan ko'zi ko'rmaydigan. Bir kuni ondan birisi so'rabdi. Sizning ko'zingiz echilib, dunyoning go'zalliklarini ko'rganingiz yaxshimi? Echilsinmi ko'zingiz? Yoki bütün insonlarning ko'zi aynan ko'rilib qolsinmi? Degandan keyin o'tirib ketib, bütün insonlarning ko'zi ko'rib olsin dedi. Yani özünün küzüm echilmesi mayli, dünyanın güzel ko'rmasa mayli, ama insanların küzü korulab gelsin dedi. Moşunda yaman narsa hasad degancha. Allah Taala hasaddan saqlasin. Hasad qilguvchi qat'iy aram topmaydi. O ağrıp en ahiri ağrıp qoladi o adam. Nimishga? Chunki uning ko'ngli bir aram. Allah Taala'nın bergen taqsimatiga rozi bo'lmay, nimishqa Allah uningga birdi, menga bermaydi. Bir tarafdan bu hasad qilguvchi Allohga qarshi chiqqan odam, Allohga qarshi urush e'lon qilgan odam hisoblanadi. Nimishqa? Chunki Alloh Taala amatahunga berdi, samatahunga bermadi. Bu samatahun kelib, o nimishqa bu amatahunga birisan, menga bermaysan deb Allohga qarshi chiqqanda bunda qilganlik bo'ldi. Shuni biz Allohning taqsimotiga rozi bo'lamiz. Allah bizga ato qilgan mushu bo'y, mushu chiroy, mushu oila, mushu til va mushu boylik, mushu ish, masalan, Allohning ato qilganiga Allohga shukr. Menga munosib shaklda Alloh menga mushuni berdi deb shukr qilishimiz kerak. Shukr qilmagan odam qat'iy rohat ko'rolmaydi. Aşı minnatdorlik bilan, shukr bilan inson baxtli bo'la oladi bu dunyoda. Oxiratdan baxtli bo'ladi. Ammo shukr qilmaydigan, rozi bo'lmaydigan, doim hayotdan qaqshaydigan, doim norozi yuradigan odam faqat rohat ko'rolmaydi u odam. U og'rib tugaydi u odam. Chunki u rozi emas. Chunki insonlar bunda ikki xil insonlarda. Biri o'ziga ato qilingan tansaqligi, o'ziga ato qilgan go'zallik, o'ziga ato qilgan boylik, o'ziga ato qilgan bola, farzand, ish, obro'y hammasini Alloh taolo menga berdi.
Allah Taala bana boşuna bana mukafat kıldı. Allah min katlı şükür deydi. Bazı insanlar benim hakkım o. Ayında buluşum gerek. Ben en bay oluşum gerek, en güzel oluşum gerek, en güçlü oluşum gerek. Önce buluşum gerek dedi. Sen yüzden yarattın mı? Sen neme hakkın var senin? Allah bir sekundun içinde canını asa alalaydı. Bir sekundun içinde canını aldı. Hadi gidip bakan adam birden de ölüdü, ilerleydi. Demek senin ilkindeki iş emez. O hemmesi Allah'ın ata kılığını. Ana oğlan ki sen Allah'a şükür kılsan ve minnettarlık bildirsen. Minnettarlık tuygusuyla yaşasan, ahirgece bəxtli yaşaysan. Eğer narazılık tuygusuyla yaşasan, seni bütün dünyanın baylığı, bütün dünyanın mensibi, abroyu seni razı kılamaydı. Razı olmaysın sen. Çünkü bütün dünyaya iyi olsan mı razı olmayız o çağda. Ama şükür kılış hısleti bağ adam yalan ayak gidip basın mı yolda? Allah şu iki putum bile mangıl nasip. Sen ne? İki putu yok. Bu da harbuda manqa adamlı var. Şunu qarğan iki putunu ata qıpsa bana ayak vermegen bolsam meni şükür deydi. Al narazılık keyfiyatideki razı olmaydigan adam bağı hemme narsalardan narazı oldu. Hiç qanday narsadan bunda rahat bulanmaydı da. Şuna şükür kılış gerek ve başkalarına haset kılması gerek. Başkalarına haset kılış deganlik Allah'ın taksimatıga karşı çıkanlık. Allah sen nimiş ki onunla birisi bana beğenmeysen de karşı çıkanlık da. Karşı çıkış hakkımız var mı? Biz Allah'a bir narsa ötep koyduk mu? Hiç mi ötemedik? Bu dünyada biz uyga gazgı pul to'laymiz, tokku pul to'laymiz, suga pul to'laymiz, hatta mashinamizdan park qilib qo'ydigan yerga pul to'laymiz. Shunami hammaga pul to'laymiz. Ammo Alloh taolo bizga shunday go'zal badanni, elastinki qo'l, put, quloq, ko'z, ig'iz, yurak, börek, o'pka, jigar en kıymetli a'zolarni yaratdi. Mushu a'zolarning birisi ishlamay qolganda bag'o bizningki beshimizga musibat kelgan bo'ldi. Ko'zimiz ko'rmay qolib qolsa dunyoninki go'zalligini ko'rolmay qolamiz. Quloqimiz anglamasa chiroyli go'zalliklarni anglamaymiz. Tilimiz tetimaydigan bo'lib qolsa dunyoning eng lazzatli tamoqlarini tetiyolmaymiz. Har qancha kambag'al odam bo'lsin, hammasi boy. Hammasi boy. Qanday boy? Mesela bir adamni, bir ko'zingizni 1 milyon dollarga setib beramsiz, bir ko'zingizni 1 milyon dollarga setib beramsiz, satmaydi. Boymi ekan? Amaliyotda boy. Bir böğrükingizni biring menga 1 milyon dollar beray desa, bermaydi. Bermaydi. Nimishqa? U shundoq kerak o'ziga. Ammo uni Allohni setib olmadi, Alloh baqaga berib etdi uni. Nimishqa shukr qilmaydi bergichiga? Bergichiga nimishqa shukr qilmaydi? Senda shunda pulga yaraydigan narsalar bor, badaningda. Shunda pulga yaraydigan narsalar bor. Sen nimishqa shukr qilmaysan shuni? Sen pulga setib olmading-ki uni. Zakos qilmading-ki. Alloh o'zi berib etdi. Agar shukr qilmasang, Alloh ishlamaydigan qilib qo'ydi. Mesela böğrük işlemaydigan adamlar oldu, ko'zi ko'rmaydigan adamlar var, quloqi anglamaydigan adamlar var, gap qilmaydigan adamlar var. Yani ko'ryapmiz ayna. Alloh taolo shularni ko'rsatish orqali bizga sog'lom yaratilish tabiatning qonuniyati emas, Allohning qudrati deganini bizga ko'rsatdi. Agar tabiatning qonuniyatida hammadan sog'lom tug'ilish, sog'lom bo'lish ayda bo'lgan bo'lsa, xuddi ma zavodga zakos bergan narsani hammasi bir xil o'xshash chiqqandek ayda bo'lgan bo'lsa, o chaqda tabiat yaratdi deb bo'ldi. Lekin unda emas. Shuni bildirish uchun Alloh taolo ba'zi bolalarni meyib tug'ildirdi. Mesela bazı balalarning ikki boshliq tug'ildigan bolalar bor, ba'zi qo'li yo'q tug'ildigan bolalar bor, ko'zi yo'q tug'ildigan bolalar bor, quloqi yo'q tug'ildigan bolalar bor, puti yo'q tug'ildigan bolalar bor. Nimishga? Alloh taolo deydiki, seni bu ashunda yaratishga men qodir edim. Seni bu ayna kamtuk yaratishga men qodir. Lekin seni sog'lom yaratdim, shukr qilgin menga deydi. Lekin inson buni tafakkur qilmaydi. Sog'lom yaratilish, yaratildi, insonlar o'ladi, yaratildi, o'ladi, yashaydi. Bu tabiatning qonuniyati shunday. Tabiatning qonuniyati emas. Tabiatning qonuniyati bo'lgan bo'lsa, hech qanday narsa o'xshash, hech qanday o'zgarish hosil qilmasdan ayda bo'ldi. Lekin unda emas. Alloh taolo ba'zi odamlarni saq yaratdi, ba'zilarini mayib yaratdi. Shuna biz Allohning ne'matini bilish kerak. Minnettarlık duygusu bilan yaşaş gerek ki başkaları göz kızartması gerek.
başqalarga ko'z qizartmaslik. O Allohning hikmati. Alloh taolo Mehmet Axunga beribdi, Samet Axunga bermabdi. Allohning o'zining hikmati. Sen nimishqa so'raysan uni, sen uni nimishqa muhokama qilsan, nimishqa jidallashisan Alloh bilan. Sening haqqing emas, Allohning haqqi u. Bergisi kelganini berdi.